Assalomu alaykum, YouTube'da kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bugun qilib bergan ishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. 3 etaj variantda tapa-to'liq etib tayyorlab berganmiz. Materiallardan keladigan bo'lsak, balandlari mokriy svetda, pasar oq svetda qilib tayyorlab berganmiz. Eng yaxshi akrillardan qo'yib, korpus qismi esa NDF bo'ladi. Puxa plastik qaling'idan yopishtirib, chiroyli etib ishlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bezruchka variantda. Bu yerda kirayotgan mashinalarni alohida joylashtirib ketganmiz. Bu yerlarda xonadonliklari bo'ladi. Xonadonliklarning ustini ham mebellarimiz bilan ishlab, shunday chiroyli etib tayyorlab berdik. Stollarga keladigan bo'lsak, stollari Iran eng yaxshi stollardan qo'yilgan, kafelarni mos etib, moykalar esa 4 moyka bo'ladi. Nejavika suvlarni namlab berganmiz. Bu yerlarda gel idishlar bor. Tartmalarga keladigan bo'lsak, tartmalar tandem mexanizm bo'ladi. Ishlari NDF. Yonboshlari zakritni, ishlashlari ham yengil, 30-40 kg yukni bemalol ko'taradi. Bu yerda yutishga joylarni ham qoldirganmiz. Bellar o'rab o'tgan ekan, sho'llarni hisobga olib tayyorlab berdik. Bu yerda jalyuzilar bor ekan. Mebelimizni eshik ochilganda mishat yetmaydi qaytib tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerlarda katyollar bor. Katyollarni ham hisobga olib chiroyli tayyorlab berdik. Eshiklar vakuumli qullabdan qo'yib ishlangan. Eng yaxshi materiallardan ishlaganmiz. Ko'rib baho beraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etaverasizlar.